patenti borlar ham bor buning ichida. Reyestrga tushib qolganlar. Hozir mana akalarimiz tushadi, o'zlaring ishlasizlar nima bo'lyapti. Patenti borlar ham reyestrga tushib qolgan. Assalomu alaykum. Kursdagi maylimi, aka? Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Yaxshimisiz? Aka, assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Durustmisiz? Keling aka. Assalomu alaykum. Aka, videoga olsak bo'ladimi? Bo'ladi, nima bo'lmaydi? Qanday borib keldingiz aka? Yaxshi. Yaxshimi? Aha. Teshkana hech kim teginmadi yo'lda. Dokument tugaganmi yo reyestrga tushib qolganmi deysiz? Dokumentim tugagan edi. Registratsiya. Registratsiya. Aha. Yo'llarda qiynalganingiz Yo'q, hech qanday qiyinchilik bo'lmadi. Milisa ushlab yoki garansiya? Yo'q, hech kim hech narsa degan. Aka, siz qayerdansiz? Qo'qondan aka. Qo'qonliklarga nima deysiz? Qo'qonliklarga nima deyman? Omad tilayman. Borib keldingizmi? Borib keldik, Xudoga shukr. Reyestrga tushmaganingizmi? Reyestrga chiqmagan, dokumentim tugagan edi. Aha. Borib, Xudoga shukr, mana 1,5 kun deganda keldik. Aka, siz qayerdan? Assalomu alaykum, Xorazmdan. Xorazmliklarga nima deysiz? Omad tilaymiz. Xorazmga hammaga reyestrga tushgan men bo'laman. Reyestrga tushdingiz? Ha. Nima sabab tushdingiz reyestrga? Reyestrga migratsion karta cho'zdirmaganman. Boshda kelganda shu sabab tushganman, lekin reyestrdan chiqmadim. Kirib chiqishda muammo bo'lmadi. Kirib chiqdingiz bemalol reyestrga tushgan bo'lsangiz ham. Kirib chiqdim. Nima qayerdan bildingiz reyestrga tushganingizni?